Men sizlarga o'zim tasavvurimda aytib berayin. Ota-onasi juda qari, juda mukullab qolgan 90 yosh ikkalasi ham. Onasi 89 yosh, otasi 90 yosh. Onasi qiynalib yuradi, otasi o'zini oyog'ida yuradi. Xullas, shunaqa bir yaxshi insonlar, tilini tushunmasam ham sal-pal bo'lsa ham o'sha o'rganib gaplashdim, aloqa qila oldim. Men aytayapman Robinga, men xohlaymanki ota-onaga qarashishni. Savob uchun ham menga yoqdi juda ota-onasi, juda yaxshi insonlar ekan. Ular o'ylaymanki men ham ularga yoqdim. Hozir endi biz Robinning ishxonasiga boryapmiz, ofisiga, nimagadir kirish kerak ekan. Keyin saunaga boramiz. Kelin salomni shanba kuni qilaman. Bugun qandaydir bir to'g'ri kelmasdi-da, kira solib videoga olsam to'g'ri kelmasdi. Shunaqa qilib bugun kelin salom bo'lmaydi. Shanba kuni qizi ham keladi. Qizi bilan birga boramiz ota-onasining oldiga. Kelin salom ham bo'ladi, choy ham ichamiz, gaplashamiz ham, ko'proq video olaman. Bugun qandaydir bir uyaldim, kamerani olib hashsha olishga videoni. Jinni-pinni deb o'ylamasin deb. Shunaqa gaplar. Yaxshi insonlar ekan, juda yaxshi. Birinchi marta tanishishim.